Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga o'sha Instagramda sho'x-sho'x bo'layotgan ilk firmasini shkandlarni, pul chiqargan shkandlarni ochib bermoqchimiz sizlarga. Qancha pul chiqishini shu bir korobka oldim. Korobkasi 150 ming so'm ekan. Uchinchisidan 2000 so'm chiqdi mana. 2000 so'm pul mana. Bitta pulli chiqdi. Beshinchisidan 5000 so'm pul chiqdi mana. 5000 so'm pul. Uninsidan ham ko'rishinglar mumkin 2000 so'm pul chiqdi. Mana ko'rishinglar mumkin. 2000 so'm pul. Hozir ko'rishinglar mumkin. 15-dan ham 2000 so'm pul chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Bunaqangi 2000 so'm pul. 25-dan ham 2000 so'm pul chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. 2000 so'm pul. 29-dan ham pul chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. 5000 so'm pul. 29-dan 5000 so'm pul chiqdi. Ajratib qo'ydim. Pul oxirida sizlarga necha pulligini aytaman. 30-ga keldi, o'zgarlar. 30-chi. 30-dan ham bunaqa pul chiqdi bundan ham. Ko'rishinglar mumkin. 2000 so'm pul chiqdi. 43dan ham 5000 so'm pul chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. 5000 so'm pul. Kuzatuvchilar ko'rishinglar mumkin. Xo'p, 60tasini ochib chiqdim. 47tasicha videoga tushdi. Hozir 60tasini ochdi. 60tasidan 27 ming so'm pul chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. 27 ming so'm. 150 ming so'm ekan pachkasi. Keyin yana bitta narsasini elit firmasini hurmat qildim. Qarani, Ilhom, ota-onangni aytganini qil, katta bo'lsang hokim bo'lasan. Bu gapda ham ancha ma'no yotibdi. Xudo xolasa bu varoqli gaplarda ham qanaqadir bir foydali gaplar bor ekan, mana ustoz haqida. Eng katta yordamchi ularni doimo hurmat qilish shart. Juda zo'r gaplar. Xudo xolasa foydali mahsulotini uyimizdagilarni yeb ko'rishdi, ta'mi yo'qdi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. On haqida ham bor ekan. Sizni yaxshi ko'raman. Siz eng chiroylisiz.